Xo'p, mana shu Lux kassasiga durlarimizni obzor qilishdan oldin ozgina sifat to'g'risida gapirib o'tib ketaman. Oxirigacha ko'ringlar, ajratib olishni o'rganib olasizlar. Qaranglar, mana bizda ikki xil sifat bor-da hozir. Bu arzoni, bu yaxshisi. Buni farqi bor. Qanaqa ajratamiz deydi-da, yangi olmoqchi bo'lganlarda. Shuning uchun men foydali bo'ladi. Hozir ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Hop. Bundan ham xuddi o'sha 16-razmerni ochaman hozir. Yonma-yon qo'yib beraman sizlarga. Hop, mana 16 ekan. Mana o'sha videoda bilayotgandirsizlar. Bleskini, sifatini. Qaranglar. Mana bunda izlari bor. Izlarini ko'rasizlarmi? Izlari cho'tir-cho'tirlari ko'p. Lak xatirami bir qavat bo'ladi. Bunda ko'chib ketishi nisbatan tezroq. Buni ko'rib turganinglarda mana izi yo'q. Laki shunday bilinib turibdi, yaltillab. O'shaning hisobiga bu qimmat. Men har doim klientlarga olishayotganda aytaman, bu sifati yaxshisi, bu qimmati. Iloji boricha taklif qilaman, so'mka to'qiydiganlarga sifat yaxshisini olishga. Shuncha vaqtingiz ketadi, qo'lingizdan ortib to'qiysizlar-da. Mana bunda unaqa chiroyli chiqmaydi. Sotmoqchi bo'lsanglar ham bu sifatni sotish qiyin bo'ladi. Mana bundan qilsanglar, qilgan ishinglar ham chiroyli ko'rinadi, mehnatinglar ham bilinadi, o'zingizlar ham maza qilaverasizlar-da. O'shaning uchun iloji boricha sifatli narsa olishga harakat qilinglar. Larimiz razmeriga keladigan bo'lsak, mana 24, 22-razmer, 20-razmer, 18 ham bor. Mana 16si, bu yerda yo'q, o'zi 18 razmer ham kelgan. Bu yoqda mana 14-razmer, 12-razmer. Hop, bu 10-razmer. Hadov razmerlarda mana shu 10, imam yoqda 8. Bu yoqda mana 6. Ko'rib turgan hammasini 40 mingdan qilib beramiz. 500 gram, bizaniki 400 gram emas, 500 gram. Xudo xolisa uyaltirmaydigan sifat. Sifatli narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilish endi bilasizlar. Sizlarni do'konimizda kutamiz.